Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, navbatdagi tovuqlar uchun temir qafasimiz tayyor bo'ldi. Har doimgidek obzorini sizlar bilan bo'lishamiz. Sizlardan esa bir donadan like kutib qolamiz va obuna bo'lishni unutmang. Qafasimiz mana g'ildiragini qo'yib yasadik, chiqardik. Zakazga tayyorladik. Uzunligi 1.70, yonida tuxum xonalari bor, mavjud. Eni esa yoni 1 metrga ajratilgan. Oxir don idishlari, ranglari mokri ko'rinishga ega, tomlari ham mokri, oldida siliflari bor. Don idishiga axlatiga suv tushmasligi uchun tayyorlaganmiz. Eshiklari profildan bo'lgan. To'plarini tashqarida turib olish mumkin. Mana bu yerda olib foydalanib ishlatsa bo'laveradi qafasimizni. Ularga rolik qo'yganmiz, mana torimizni berib qo'yganmiz hozir. Bu yoqqa jildirib foydalanish mumkin. Qafasimizni narxiga keladigan bo'lsak, 1,5 milliondan 2 milliongacha tayyorlayapmiz shu holatda. Qalin parashligiga qarab materiallarimizni chiqarib beryapmiz, yetkazib beryapmiz. Namanganda manzilimiz. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.